Assalomu alaykum qadrli ustozlar va o'quvchilar. Sizlar bilan hozir kanalimizda bo'layotgan milliy sertifikat bepul kursidagi birinchi darsimizni rejasi bilan tanishamiz. Demak, birinchi darsimizning rejalari. Birinchisi to'plamlar, ya'ni to'plam tushunchasini kiritamiz va sonlar to'plami haqida gaplashamiz. To'plamni o'zi haqida chuqur kirib ketmaymiz. Faqat sonlar to'plami haqida gaplashamiz. Ikkinchisida xonalar tushunchasi. Xo'p, 3 ta kasrlar bo'yicha to'liq o'rganamiz. 4 qoldiqli bo'lish va oxirgi raqamni to'liq o'rganamiz. 5 ta bo'linish belgilari: ekub, ekuk, nbs, tbs, mbs, nby, tby, mby. Bularning hammasini o'zini to'liq nomi bilan barchasini to'liq o'rganib chiqamiz. Xo'p, 6 ta modul to'liq o'rganamiz. 7 ta butun va kasr qism bo'yicha demak o'rganamiz to'liq. 8 da o'rta qiymatlarni buni ham to'liq o'rganib chiqamiz. 9 da faktoriallar, kerak bo'ladiganlarni ko'rib chiqamiz. 10 da ildiz bo'yicha qisqacha, ya'ni ildiz bo'yicha to'liq ishlanadigan misollarimiz hali oldinda keladi. O'sha misollarga kelganda to'liq hammasini yoritamiz. Hozir qisqacha hisoblash misollarida ildiz qatnashib qoladi. O'shalarni qanday hisoblashni ko'rib o'tamiz. 11 da esa munosabatga doir masalalar yechish, demak xuddi shu turdagi masalalar ko'p uchraydi. O'shandan ikkitasini ko'rib o'tamiz. Demak, boshladik birinchi rejani. Birinchisi demak bizada to'plamlar, sonlar to'plamini qarab chiqsak. Endi biza sonlar to'plamida eng birinchi kiritadigan to'plamimiz mana chizmada ko'rib turganingiz mana bu yashilning ichidagi natural sonlar to'plami. Bu eng kichik sonlar to'plami hisoblanadi bunda. Bizada sanashda ishlatadigan barcha sonlarimiz natural sonlar deyiladi. Bunga demak mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 va hokazo ketaveradi. Mana shu sonlarning hammasi kiradi. Endi bizada natural sonlar hisob-kitobda yetarli bo'lmay qolgandan keyin bizaga to'plamni yana ham kattaroq qilish uchun mana bu butun sonlar to'plami kiritilgan. Butun sonlar to'plami nimani tashkil qiladi? Natural sonlarni o'z ichiga oladi va natural sonlarning qarama-qarshilari, ya'ni qarama-qarshi degani oldida minus ishorasi bor degani. Xo'p, mana shu sonlar bilan 0 ni ham o'z ichiga oluvchi to'plam hisoblanadi. Demak, natural sonlarni barchasini qarama-qarshisini oladi va mana bu 0 elementini oladi. Bu butun sonlar. Endi hisob-kitob natijasida butun sonlar ham yetmay qolish natijasida to'plamni yana ham kattaroq ko'rinishga keltirishgan. Ya'ni bu bizada mana ratsional sonlar to'plami. Ratsional sonlar to'plami qanday? Demak, bizada ratsional sonlar to'plami m taqsim n ko'rinishida yozish mumkin bo'lgan sonlar ratsional sonlar deyiladi bizada. Bu yerda m bizada butun son bo'ladi, n esa natural son bo'ladi. Mana shu ko'rinishda, ya'ni kasr ko'rinishida yozib bo'lishi mumkin bo'lgan barcha sonlarimiz bizada ratsional sonlarni tashkil qiladi. Xo'p. Mana chizmada ko'rib turibsiz. Mana shu kasrlarning barchasi demak bizada ratsional sonlarni tashkil qiladi. Keyin yana ham hisoblash natijasida noqulay tug'dirgan boshqacha bir sonlar kelib chiqadi. Bu sonlarimiz bizada mana bu sonlarni tashkil qiladi. Bu alohida bir boshqa demak to'plam hisoblanadi. Nomi irratsional sonlar. Irratsional sonlar nima degani? Ularni butun son, natural son yoki ratsional son ko'rinishida yozib bo'lmaydi. Masalan, ildiz tushunchasini keyinroq o'rganib chiqamiz. Ildizda 2 sonimiz. Ildizda 2 sonimizni na o'nli kasr ko'rinishida yozib bo'ladi, na butun son, kasr, xohlagan kasr ko'rinishiga ham, davriy kasr ko'rinishiga ham keltirib bo'lmaydi. Shu sababli bu irratsional son bo'ladi. Pi soni hamma bilgan yoki y sonimiz bor. Bular ham irratsional sonni tashkil qiladi. Demak, bularni mana shu yerdagini barchasi ko'rinishida yozib bo'lmaydi. Shuning uchun alohida o'zi irratsional son. Demak, undan ham eng katta sonlar to'plamimiz bizada haqiqiy sonlar to'plami hisoblanadi. Mana R qo'yilgan. Har bitta endi sonlar to'plamini mana o'zini belgilanish
harfi bor. Natural sonlar n, butun sonlar z, ratsional sonlar q, irratsional sonlar i, haqiqiy sonlar r harfi bilan belgilanadi. Endi haqiqiy sonlar qanday? Mana shularni hammasini o'zini ichiga oluvchi to'plam haqiqiy sonlar to'plami deyiladi. Demak, ko'rishimiz mumkin ekan, natural sonlar butun sonlarga tegishli ekan, chunki butun sonlarning ichida yotyapti. Ratsional sonlarning ichida butun sonlar yotyapti. Mana chizmadan ko'rishimiz mumkin. Q'ning ichida z bilan n yotibdi. Undan ham eng kattasi mana r qo'ygan. Haqiqatdan ham r haqiqiy to'plamning ichida hammasi yotibdi. Demak, bizada mana shu to'plamlar tushunchasi. Sonli to'plamlarni barchasini ko'rib o'tdik. Bularni bilishimiz kerak bo'ladi. Endi alohida bir tushuncha sifatida kiritib ketmadim. Xo'p, sonlar ustida bizada bilamiz, amallarimiz bor. Ya'ni qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lish 4 ta amalimiz bor. Mana shu amallar ustida hisob kitoblar bajariladi istalgancha. Xo'p, shu hisob kitoblardan bizada sonlar yana hosil bo'laveradi. Demak, bularni hammasini keyingi demak rejamizda ko'ramiz. Keyingi rejamiz xonalar tushunchasi. Demak, nimaga xonalar tushunchasini oldim deganim, xo'p, natural sonlarni hammasini yoki butun son boshqa sonlarni hammasini katta sonlarni o'qishimiz uchun bizada xonalar tushunchasi kerak bo'ladi. Xo'p, xona nima ekan? Xona sonning har bir raqami egallagan o'rindir deyapti. Demak, ixtiyoriy bitta raqam yozsak, u xona egallaydi deyapti. Endi har bir xonaning qiymati o'z o'rniga bog'liq bo'ladi deyapti. Demak, xohlagan bitta sonni yozsak, u qayerga qarab, joylashishiga qarab u boshqa ma'noni bildiradi deyapti. Misol deganmiz 583-427 sonida xona nomi, demak, raqam 5. Mana bu 5 raqami. Bu 5 raqamimiz xonasi nomi 100 minglar xonasi deyiladi. 8 raqami undan keyin 10 minglar xonasi deyiladi. 3 raqami minglar xonasi deyiladi. 4 yuzlar, 2 o'nlar, 7 esa birlar xonasi deyiladi. Va hokazo teskari o'qib kelish mumkin, farqi yo'q uni. Qiymati 100 minglar, 5 raqami 100 minglar xonasida bo'lsa, 500 ming bo'ladi u. 10 darajasida yozishimiz kerak bo'lsa buni 10 darajasi 5 bo'ladi. Ya'ni nechta nol bo'lsa, 10 darajasida o'sha yoziladi. 8 10 minglar xonasida bo'lsa, 8 u 4 ta nol bo'lgani uchun 10 darajasi 4. Bu 80 ming. 3 ta nol 3 ming, 10 darajasi 3 yozish mumkin. 400 2 ta nol bor, 10 ni kvadrati. Demak, 400. 20 bitta nol bor, 10 ni birinchisi. Xo'p, 7 nol qatnashmagan bunda, shu uchun 10 ni 0-darajasi. Xo'p, endi buni xonalar bo'yicha ajratib yozilishi mana aslida. Sonimizni xonalar bo'yicha ajratib yozilgani mana shu. Mana 500 demak 100 minglar xonasi bu. 80 ming bu 10 minglar xonasi, 3 ming minglar xonasi, 400 yuzlar xonasi, 20 o'nlar xonasi, 7 esa birlar xonasi mana. Ixtiyoriy sonni mana shu xonalar bo'yicha ajratib yozish mumkin. Mana shu narsa bizada sonni xonalar bo'yicha ajratib yozish deyiladi. Xo'p, endi misollar mana keltirilgan bu yoqda. Demak, ko'rsatishim shart emas. Har xil sonlarni yana ikkita misol qilib xona bo'yicha ajratib yoki yo'qolishini yozib ko'rsatgan. Endi xonalar ketma-ketligini ko'rsak, birinchi eng kichigi birlar, o'nlar, yuzlar, keyin minglar, 10 minglar, 100 minglar, millionlar, 10 millionlar, 100 millionlar va milliardlar va hokazo bu davom etib ketaveradi. Lekin e'tibor qilishimiz mumkin, mana bu 3 ta, demak, xona bizada nomi o'zgarmaydi. Ya'ni 111. 111. Har 3 tada xona nomi almashadi, lekin yuzlar, o'nlar, birlar xonasi o'zgarmaydi. Mana milliard va hokazo ketaveradi. Unaqa katta sonlar bilan biz matematikada deyarli kattaroq sinflarga o'tib shug'ullanganimiz sari uncha ishlarimiz bo'lmay qoladi. Katta sonlar bilan uncha ishlamaymiz. Xo'p, shu uchun mana shu milliardgacha bilsak ham yetadi. Xo'p, keyingisi xona birliklari. 11 tenglik bitta o'nlik degan. 10 ta o'nlik 100 ni tashkil qiladi. 10 ta yuzlik 1000 ni tashkil qiladi. 10 ta minglik bitta
10 mingni tashkil qiladi deyapti. 10 ming esa 100 mingni tashkil qiladi. 100 ming esa 1 million tashkil qilyapti deyapti. Demak, bu bilan nimani bilishimiz mumkin? Har bir yuqori xona o'zidan oldingi xonadan 10 marta katta bo'ladi. Demak, bitta chapda joylashgan xonadagi raqam o'ngda joylashgan xonadan 10 marta katta bo'laveradi. Faqat bitta bo'lsa. Demak, shuni eslab qolishimiz kerak. Endi muhim eslatmalar, eslab qolishimiz kerak bo'lgan asosiy narsalar shu. 0 ham xonani egallaydi, lekin uning qiymati 0 ga teng. Sonning chap tomoniga qarab xonalar qiymati 10 barobar ortib boraveradi. Mana bu yerda aytib o'tganimiz. Xo'p, sonni o'qishda xonalar guruhlarga bo'linadi deyapti. Birlar sinfi birlar, o'nlar, yuzlar, minglar sinfi minglar, 10 minglar, 100 minglar, millionlar sinfi millionlar, 10 millionlar, 100 millionlar, milliardlar sinfi milliardlar, 10 milliardlar, 100 milliardlar. Mana shunday xonalarga ajratib olib sonlar demak o'qiladi deyapti. Shu demak, xonalar tushunchasi katta sonlarni o'qish, yozish va taqqoslashning asosi hisoblanadi. Yuqorida aytib o'tganimizdek. Xo'p, endi bu ko'pchilikning xabari bo'lishi ham mumkin, baribir taalluqli bo'lgani uchun ko'rib chiqdik. Keyingi tushunchamiz kasrlar. Demak, kasrlarni to'liq ko'rib o'tamiz. Birinchisi, kasr tushunchasi. Mana. Kasr tushunchasi. A mana bu chiziq. B A surat deyiladi, B mahraj deyiladi. B 0 ga teng bo'lmaydi. Kasrning ko'rinishi A mana shu chiziq taqsim B degani, buni yo taqsim deb o'qishimiz mumkin yoki B dan A deyishimiz mumkin. Farqi yo'q. O'zi bu chiziqning ma'nosi bo'lishni ma'nosini bildiradi. Ya'ni A soni B ga bo'linyapti. Mana shu kasr ko'rinishda bo'ladi. Endi kasr butun bir yoki bir nechta teng qismlarini ifodalaydigan son butunning. Xo'p, mana 1 taqsim 2, 3 taqsim 4, 5 taqsim 7, 13 taqsim 20 va hokazo mana shu shaklda berilgan bo'lsa, ikki xil o'qish mumkin. Masalan, mana shuni. 1 suratiga qaraymiz, mahrajida 2. Tepasi taqsim pasti deb o'qiladi. Ya'ni 1 taqsim 2 yoki ikkinchi o'qilishi pastidan tepasi deb o'qisa bo'ladi. Ya'ni 2 dan 1. 1 taqsim 2 yoki 2 dan 1. Farqi yo'q. Ikkala gap ham bir xil ma'noni anglatadi. Demak, bu kasrlarning o'qilishi edi. Endi kasrlarning turlari bor. Oddiy kasr, to'g'ri kasr, noto'g'ri kasr, aralash son. Aralash son degan bu aralash kasr nazarda tutilyapti. 5 o'nli kasr, chekli o'nli kasr, cheksiz o'nli kasrlar, cheksiz davriy o'nli kasrlar, sof davriy kasr, aralash davriy kasr va hokazo. Mana shular demak kasrlarni demak to'liq hamma ko'rinishi. Endi mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Uchinchisida oddiy kasr, A taqsim B ko'rinishidagi kasr. Ya'ni misollar 2 taqsim 3, 5 taqsim 6, 7 taqsim 9. Mana shunday ko'rinishdagi kasrlar oddiy kasrlar bo'ladi. Endi to'g'ri kasr tushunchasini ko'ramiz keyin. Surati mahrajidan kichik, qiymati 1 dan kichik bo'ladi. Ya'ni tepa qismi pastidan kichik kasr bo'lsa-da to'g'ri kasrni tashkil qiladi. Masalan, 1 taqsim 2, 3 taqsim 5, 7 taqsim 8. Uni qiymati har doim 1 dan kichik bo'ladi. Noto'g'ri kasr surati mahrajiga teng yoki surati mahrajidan katta bo'lgan kasrlar bo'lsa-da noto'g'ri kasr deyiladi. Masalan, 7 taqsim 5, 13 taqsim 8 yoki 4 taqsim 4. Teng bo'lib qolganda ham noto'g'ri kasr bo'ladi. Eslab qolishimiz kerak. Aralash kasrni ko'ramiz endi. Aralash kasrni oddiy kasrdan farqi shunchaki butun qism unga qo'shilib qoladi bo'ldi. Butun qism va kasrni qismlardan iborat bo'ladi deyapti. Mana 3 taqsim 5 biza oddiy kasr dedik. Uni oldiga mana bunday 2 yozildi. Bu aralash son bo'ladi. Qanday o'qiladi? 2/5 dan 3 deyiladi. Ya'ni oldida turgan mana shu son butunni anglatadi. Bu yoq oddiy o'zimizning o'qigan kasrimiz bilan bir xil. Oddiy kasrga o'tkazish, ya'ni aralash kasrdan oddiy kasrga o'tishi mumkin yoki aralash kasrni oddiy kasrdan o'tkazgandan keyin teskaridan kelib kasrni o'zini aralashga ham o'tishimiz mumkin. Demak, ikkalasi qanday o'tiladi ko'ramiz. Buning uchun masalan 2/5 dan 3 ni deyapti. 2/5 dan 3 kasrni demak oddiy kasrga o'tkazishimiz kerak. Buning uchun mana bu butun son mahrajga ko'payadi deyapti. Uni ustiga qo'shiladi surati taqsim, shuni o'zi suratga yoziladi, mahrajni o'zi yoziladi. 2 kere 5 10, 10 ga 3 ni qo'shsak 13 taqsim 5 bo'ladi deyapti. Endi teskarisi.
13 taqsim 5 dan aralashib o'tishini ko'ramiz. 13 ni 5 ga bo'laman. Nechta butun chiqadi bo'linmada? Shuni ko'ramiz. 2 tadan bo'ladi. Mana shu butun qismga yoziladi. Mahraj o'zi. Endi 2 tadan bersam 10 bo'lgan bo'ladi-ku 5 ga bo'lganimda. Necha qoldiq qolsa qoldig'imiz suratga bo'ladi mana. Ikkalasini ham ko'rib o'tdik. Xo'p, endi o'nli kasr tushunchasi. O'nli kasr oddiy kasrdan farq qilmaydi. Xo'p, oddiy kasrni qandaydir bir holatlari o'nli kasrni hosil qiladi. Ya'ni mahrajida faqat o'nni darajalari bo'ladigan bo'lsa, xo'p, masalan 5, 6, 3, 9 mana bu yerda kelyapti-ku. Bular emas, faqat 10, 100, 1000 va hokazo mana shunaqa keladigan bo'lsa, mahrajda bu o'nli kasrni ifodalaydi. Misol 7 taqsim 10 misol uchun 0.7 deyiladi bu. Qaraymiz. Mana bu kasrni o'nli kasr ko'rinishida yozilishi. Mana 7 ni 10 ga bo'lsak 0 tadan bo'ladi. Mana bu yerga nuqta qo'yilgan. Odatda biz matematikada virgul qo'yamiz. Xo'p, virgul qo'ysak, endi mana bu pastdagisiga qaraymiz. 10. Demak, bitta 0 bor. Bitta 0 bor degani virguldan keyin bitta raqam qatnashishi kerak degani. 7 ni o'zi bitta raqam, demak 7 ni o'zini yozib qo'yamiz. Xo'p, keyingisi 15. 15 ni 100 ga bo'lsam 0, yana virgul, ikkita 0 bor. Demak, 15 ni o'zi ikkita raqamdan tashkil qilgani uchun 15 ni o'zini yozishimiz mumkin. Endi ana bunga e'tibor qilishimiz kerak. Agar raqam yetmay qolsa nima bo'ladi? Ya'ni 3 bo'lingan 1000 deyapti. 0 butun bo'lishi aniq, chunki surat kichkina. Endi bunda 3 ta bor, bunda bitta-ku desak, 3 ni o'zini yozamizda, orqasiga 0 yozamiz degani emas, chunki bu 300 emas-ku. Mana bunday qilamiz. Virgul yetmagan ikkitani oldiga 0 yoziladi. Mana bunday qilib 3. Demak, mana shunday agar nollar sondan raqam kam bo'ladigan bo'lsa, mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Endi mana bunday bo'lishi ham mumkin. Misol uchun 13 taqsim 10. Ya'ni katta bo'lib qolishi ham mumkin-ku. 13 ni 10 ga bo'lamiz, 1 butun chiqadi. Demak, 1 butun chiqqandan keyin 10 ta ketdi-ku bundan. 3 taqsim 10 ni o'zi qolaveradi. 3 taqsim 10 ni yuqorida ko'rdik, 0.3 ga teng bo'lishini. Demak, mana shunday ko'rinishda yozilaveradi. Xo'p, chekli o'nli kasr ma'lum sondagi raqamdan keyin tugaydi. Ya'ni virguldan keyin qandaydir son keladi-yu, tugaydi, tamom, bo'ldi. Ya'ni cheksiz nimadir ketmaydi. Keyingisi cheksiz o'nli kasr. Cheksiz o'nli kasrda cheksiz davom etadi, lekin davriy bo'lmasligi ham mumkin deyapti. Ya'ni virguldan keyin cheksiz raqamlar ketadi, lekin davriy ravishda ketmasligi mumkin. Misol uchun mana pi ni ko'rsatyapti yoki y ni ko'rishimiz mumkin. Davriy emas, lekin virguldan keyin sonlar va hokazo davom etib ketaveradi. Keyingisi 10 davriy o'nli kasr. Bir yoki bir nechta raqam takrorlanadi. Virguldan keyin bitta raqam yoki bir nechta raqam takrorlanishidan hosil bo'ladi. Masalan, 0, 3, 3, 3 va hokazo ketyapti. Buni biz odatda mana bunday qilib yozamiz. Ya'ni takrorlanib kelgan sonimizni qavsga olib yozamiz. Endi xo'p, keyingisi sof davriy kasr. Sof davriy kasr deganimiz virguldan keyin bitta son takrorlanib kelaveradi. Agar virguldan keyin nimadir son bo'lib, keyin takrorlanish davom etsa, u aralash davriy kasr yoki sof davriy kasr bo'lmagan kasr deyiladi. Mana 12 ni aytyapman. Avval davrsiz qism, keyin davr boshlanadi. Masalan, mana 0 butun deyapti. 12, 5. Avval 12 kelgan, keyin 5 5 ketadi. Bunda 3 ni o'zi ketyapti. Demak, mana bu sof bo'lmagan bo'ladi. Xo'p, keyingisi mana bu tushunchani ko'rishimiz kerak. Eng asosiy tushunchalardan bittasi, demak, davriy kasrni oddiy kasrga o'tish yoki oddiy kasrdan davriyga o'tish. Demak, buni qorada yozsam, misol uchun 0 butun davrda 3. Buni demak, bizada davriy kasr berilyapti. Davriy kasrni oddiy kasrga o'tkazamiz. Bunda nima qilinadi? Eslab qolamiz. Kasr chizig'i chizamiz. Mahrajda qavsning ichida nechta raqam bo'lsa, shuncha 9 yozamiz. Virguldan oldin qavsgacha nechta raqam bo'ladigan bo'lsa, o'shancha 0 yozamiz. Demak, bizada qavsning ichida bitta raqam bor. Demak, bitta 9 yozaman. Virguldan qavsgacha raqam bormi? Yo'q. Demak, 0 berilmaydi. Suratga esa mana bu qavs ichidagi sonni o'zi yozilaveradi. Agar virguldan qavsgacha son qatnashsa, o'sha sonni o'zi mana bu yerda virguldan to'liq joylashgan sondan ayirib yoziladi. Bu 3 taqsim 9 bo'ldi hozirgi holatda. Demak, 3 ga buni bo'lsak surat va mahrajini 1 taqsim 3 ko'rinishga keladi. Bu holatimiz bizada davriy kasrdan o'nli kasrga o'tish edi. Endi teskari kelish, ya'ni
oddiy kasrdan davriga o'tish bo'lsa, 1 ni 3 ga shunchaki ustuncha qilib bo'lib yuborsak, davriy ko'rinishga keltira olishimiz mumkin. Demak, hamma gap bizda mana bu davriydan oddiyga o'tkazishda. Endi bitta ko'ramiz. Xo'p, mana o'zi bergan ekan. Mana bu 4-misolimiz. Bu qanday o'tkaziladi? Endi yuqoridagi qoidamiz. Pastda qavsning ichida nechta son bersa shuncha 9, ya'ni 5 borligi uchun bitta 9 ni o'zini berdik. 1 bilan 2 verguldan qavsgacha bo'lgan son. Ya'ni 1 bitta, 2 esa 2 ta, 2 ta bo'ldi. Demak, 2 ta 0 beraman. Shu joyni eslab qolishimiz kerak. Asosiy tushunchalardan bittasi. Qavsning ichida nechta raqam bo'lsa shuncha 9 beramiz maxrajiga. Uni orqasiga verguldan qavsgacha nechta raqam bo'lsa shuncha 9 beramiz. Sonini qaraymiz. 1 bilan 2, 2 ta son bo'lgani uchun, 2 ta raqam qatnashgani uchun 2 ta beryapmiz. Endi suratida verguldan, demak, qavsgacha to'liq sonni o'zini yozib olaveramiz. 125 va verguldan qavsgacha bo'lgan son, ya'ni 5 gacha verguldan 12 ni o'zini ayirib yozamiz. Mana bunday topiladi. Bu demak bizada 113 taqsim 900. Agar qisqaradigan bo'lsa, qisqartirib qo'ysak, u hech nimani hal qilmaydi. Demak, bu mana shu davriy kasrni oddiy kasrga o'tkazish edi. Buni ham o'rganib oldik. Keyingi tushunchalarimiz kasrni qisqartirish. Kasrni qisqartirish surat va maxrajni ularni e kubiga bo'lamiz degan. Demak, e kub tushunchasini keyinroq ko'ramiz hozir. E kubni qo'shmasdan qaysidir bitta songa surat va maxrajini ikkala ham bo'linadigan songa bo'lish bizda kasrni qisqartirish deyiladi. Masalan, 18 taqsim 24 bor-ku, 18 ham 6 ga bo'linadi, 24 ham 6 ga bo'linadi. Ikkovini ham 6 ga bo'lsam, men kasrni qisqartirgan bo'laman. 3 taqsim 4. Ikkalasi qiymat jihatdan teng bo'ladi. Keyingisi kasrning asosiy xossasi. Agar surat va maxrajni bir xil 0 ga teng bo'lmagan songa ko'paytirsak yoki bo'lsak, kasrning qiymati o'zgarmaydi. Bu to'g'ri. Demak, kasrning asosiy xossasi bu. Surat va maxrajni 0 dan farqli qaysidir songa ko'paytirish yoki bo'lish mumkin. Uni qiymati ya'ni o'ziga teng chiqaveradi. Buni eslab qolishimiz kerak, juda ko'p ishlatamiz. 16. Kasrlarni taqqoslash. Endi biza oddiy sonlarni taqqoslashni bilamiz. Shunchaki xona sonini sanaymiz birinchi. Qaysida xona soni ko'p bo'lsa, o'sha katta bo'lar edi. Agar xonalar teng bo'lib qoladigan bo'lsa, chap tomondan mos ravishda tengma-teng taqqoslab kelaverardik. Qaysiniki birinchi katta bo'lib qolsa edi, moslarniki o'sha katta bo'lib qolar edi. Endi kasrlarni ham taqqoslash mumkin. Uni usullari qanday? Birinchisi maxrajlarni tenglashtirish. Maxrajlarni tenglashtirib suratlarni solishtiramiz. Surat qaysi katta bo'lsa, o'sha katta bo'ladi. Ikkinchisi o'nli kasrga aylantirish. O'nli kasrga aylantirib ham verguldan xuddi o'zimizni butun sonlarni taqqoslaganimizdek, natural sonlarni taqqoslashdagidek mos ravishda ketaveradi. 3 ta ko'paytirib solishtirish. Demak, ko'ramiz endi. 3 taqsim 4 va 2 taqsim 3 ni demak taqqoslashimiz kerak. Endi bularning maxrajlarini bir xil qilishim kerak bo'ladi. 4 va 3 ni maxrajini bir xil qilishim uchun 4 va 3 ga bo'linadigan bitta sonni topishim kerak. Ya'ni 12 bo'ladi. Demak, 4 buni 3 ga ko'paytirishim kerak 12 bo'lishi uchun. Mana 3 ga ko'paytirgan. 9 taqsim 12 bo'lyapti bu. Ikkinchisiga qaraymiz. 2 taqsim 3. Buni 4 ga ko'paytiraman endi. 2 ko'paygan 4, 3 ko'paygan 4, 8 taqsim 12 bo'ladi. Endi ko'rib turibmiz, maxrajlar bir xil, maxrajlar katta bo'lganda suratlar demak nima bo'ladi? Kattasi katta. 9 8 dan kattaroq bo'lgani uchun 9 taqsim 12, ya'ni birinchisi katta bo'lar ekan. Shuning uchun 3 taqsim 4 ni o'zi, ya'ni birinchisi katta bo'lib qolyapti. Endi yana bir usulni ko'ramiz. Xuddi shuni biza mana bunday qilib yechamiz. Endi suratini tenglashtirib yechamiz. Suratni tenglashtirish qanday bo'ladi? 3 va 2 ni tenglashtirishim kerak, ha? 3 va 2 ni tenglashtirishim uchun mana buni demak nima qilaman men? 6 ku, 6 bo'lish uchun buni 2 ga ko'paytirishim kerak-da. 6 taqsim 8 bo'ladi. Shu paytda ikkinchisi 2 taqsim 3 ni nechaga ko'paytiraman 6 bo'lish uchun? 3 ga da. Mana. Bu 6 taqsim 9 bo'ldi. Endi e'tibor qilamiz. Birinchi holati, ya'ni maxrajlar teng bo'lgandagi holatni teskarisi bo'ladi bunda. Ya'ni suratlar bir xil bo'lganda maxraji kattasi kichik bo'lib qoladi. Chunki bu ma'no nima? 6 ni 8 taga bo'lganim yaxshimi, 6 ni 9 taga bo'lganim kattami? 8 taga bo'lganim kattaroq-da. Shu uchun demak bizda yana mana bu kattalik kelib chiqadi. Xo'p, bu ham bitta demak taqqoslash usuli. Asosiy amallar: qo'shish bor. Qo'shishda nima qilinadi bizda? Umumiy maxrajga keltiriladi. Umumiy maxrajga keltirish, ya'ni ikkovini ham maxrajni bir xil qilish, suratga qo'shiladi-yu, maxraj yozib qo'yiladi. Ayirishda ham xuddi shunday, suratdan ayriladi, maxraj o'zi yoziladi.
Xo'p, umumiy mahraji keltirilganda ko'paytirish desa, xo'p, suratga ko'payadi, mahrajga ko'payadi, yoziladi, kasr osti bo'ladi. Kasrni keyin qisqartirib olishimiz mumkin yoki bir yo'lada ko'paytirishda qisqartirishimiz mumkin. Bo'lishda nima qilinadi? Birinchi kasr o'zgartirishsiz yoziladi, ko'paytirishga almashadi bo'lish, ikkinchi kasrni teskarisi yozib olinadi. Ya'ni teskari degani surata mahraji o'rni almashadi. Keyin yana ko'paytirishga o'tib qolaveradi bo'ldi. Endi bu haqida ko'pchilikning xabari bo'lsa kerak, shu uchun buni demak uncha to'xtalib o'tmaymiz. Mana tushunmagan kishi bo'lsa o'zi misol ko'rsatib ham qo'yilgan yechib. Keyingisi teskari kasr. Teskari kasrni aytib o'tdik. Surata mahraji almashadi. A taqsim B ning teskarisi B taqsim A bo'ladi deyapti. 19 kasrning soni, ya'ni kasrning soni degani bu yerda qaysidir sonning kasr qismini topishni nazarda tutgan. Ya'ni 40 ni 5 dan 3 qismini topish kerak bu yerda. Sonni kasr qismini topish uchun shunchaki sonni kasrga ko'paytiramiz bo'ldi. Xo'p, keyingisi sonni kasri degan. Bunda ham shuni nazarda tutgan. Bu yerda boshqa narsa bo'lishi kerak edi, ya'ni kasr qismi qaysidir songa teng bo'lgan sonni o'zini topish. Ya'ni kasr qismga ko'ra sonni topish. Bu qanday bo'ladi? Masalan, mana bunday bo'ladi-da. 2 dan 1 qismi. Misol uchun 10 ga teng bo'lgan sonni toping deb savol beradi. O'sha sonni top deb. Endi buni nima qilamiz? Qaysidir sonning 2 dan 1 qismi 10 ga teng ekan. Bundan kelib chiqadiki, 10 ni biza 1 taqsim 2 ga bo'lishimiz kerak. Ya'ni qismiga ko'ra sonni topishimiz uchun mana bu sonni o'zini qismga bo'lishimizga to'g'ri keladi. Bu endi ko'paygan bo'lishni ko'paytirishga aylantirib teskarisini olamiz dedik. Mana bu 20 ga teng. Mana shunday topiladi. Xo'p, adashtirib yubormasligimiz kerak buni ham. Keyingi tushuncha kasr bo'yicha sonni topish. Agar A taqsim B qismi C ga teng bo'lsa, sonni topish uchun bo'lishimiz kerak ekan. Mana shuni o'zida aytgan ekan demak. Xo'p, ratsional sonlar. Bu bizada ko'rib o'tdik yuqorida shart bo'lmagan narsa. Asosiy formulalar bor ekan, mana aytayapti. Bu yerda yuqorida ko'rsatgan ko'paytirish, qo'shish, bo'lish, ayirish, qo'shish hammasini demak ketma-ket berib o'tgan umumiy holatda harfiy ko'rinishda qilib, shundan qarab o'rganishimiz mumkin. Xo'sh, kasrlar bo'yicha to'liq ma'lumotimiz mana shu edi. Keyingi tushuncha qoldiqli bo'lish va oxirgi raqam. Demak, qoldiqli bo'lishga ta'rif bersak, agar A soni B ga B teng emas 0 bo'linganda A barobar B ko'paygan Q qo'shilgan R bo'lsa, bunda A bo'linuvchi B bo'luvchi Q bo'linma R qoldiq deyiladi. Va R 0 ga teng yoki katta, B dan esa kichik bo'ladi deyapti. Bu qoldiqli bo'lishni ifodalaydi. Demak, mana buni bejizga aytmayapti. Qoldiqli bo'lishni asosiy sharti mana shu. Ya'ni qoldig'imiz bo'luvchidan har doim kichik bo'lishi kerak qoldig'imiz. Yoki 0 ga teng bo'lishi ham mumkin. Xo'p, misollar endi 17 ni 5 ga bo'lsak, 3 tadan beramiz. Mana 3 butun 3 kara 5 15, tagidan tushyapti, ayirsak 2. Mana shu 2 bizada qoldiqni ifodalaydi. Demak, bu 17 bo'lingan 5 tenglik 3 qoldiq 2. Mana shuni ifodalaydi. Qolgan 3 ta misol ham xuddi shu. Mana shuni demak qattiq eslab qolishimiz kerak. Bu qoldiqli bo'lishning asosiy xossasi. Ko'p misollarda mana shu narsa ishlatiladi. Xo'p, qoldiqli bo'lish mana shu edi. Keyingisi oxirgi raqam. Oxirgi raqam bizada A ni n'inchisi ko'rinishdagi darajali sonni oxirgi raqam quyidagi sikllar yordamida topiladi deyapti. Demak, birinchi savollarimizda ko'pincha ikkinchi savolda uchramasa ham qaysidir sonning qaysidir darajasini oxirgi raqamini toping deb savol keladi. Yoki unday emas, qoldiqli bo'lish orqali keladi shu. Qaysidir sonni qaysidir darajasini, ya'ni A ni n'inchisini qaysidir songa bo'lgandagi qoldiqni toping. Ikkalasi ma'no jihatdan bir xil savol. Nimagaligini keyinroq aytaman. Demak, mana shu savolni ko'rib chiqaylik. A ni n'inchisini oxirgi raqamini topish. Demak, bu oxirgi raqam topishda, xo'p, faqat 10 gacha 9 gacha ko'rganmiz buni. 9 gacha ko'rganimizning sababini ham hozir aytib o'taman.
9gacha ko'rsak, 10, 11 va hokazo sonlarning darajalarini ko'rsak, uni oxirgi raqamning darajasi bilan tugaveradi. Ya'ni mana shu 9 tani oxirgi raqam bilan tugaveradi. Sonlar shulardan farqli bo'lsa-da. Ya'ni a ni n'inchisi a qaysi son bo'lishidan qat'iy nazar, a ni oxirgi raqamini n'inchi darajasini oxirgi raqam bilan tugaveradi. Ya'ni shu 9 tani qarasak bo'ladi 9gacha. Oxirgi raqam demak 0 da qarasak, takrorlanish 0 bo'ladi. 0 ga ko'paytirib ketaversak, 0 bilan tugagan sonni baribir 0 bilan tugaydi-da. Demak, buni topish oddiy, eslab qolish mumkin, 0 bilan tugaydi. 1 bilan ham xuddi shu holat ro'y beradi, bilamiz. 2 da esa boshqacha. 2 ni bir marta o'zi bo'lsa 2 bilan tugaydi, 2 marta bir-biriga ko'paytirilsa 4 bo'ladi. Keyin yana ko'paytirilsa 8, keyingisida 6. Keyingisida 6 ni yana 2 ga ko'paytirsam 12 bo'ladi, 2 bilan bo'ladi. Ya'ni bu yerda to'xtaymiz. 4 martada bu takrorlanaverar ekan. Demak, darajani 4 ga bo'lamiz qoldiq bo'yicha. Mana shu takrorlangan holatda bo'ladi. Buni ham hozir savol bilan ko'rib o'tamiz. 3 ta ham xuddi shunaqa bo'ladi. 4 ta 2 ta bo'ladi, 5 ta ham har doim 5 ni o'zi bo'laveradi, 6 da ham 6, 7 da 4 ta, 8 da ham 4 ta, 9 da esa 2 ta holat bo'ladi. Mana shunday holat bo'lishi mumkin. Endi buni qanday topishimizni bir ikkita misolchada qarab o'taylik. Misol uchun keling, 23 ni, misol uchun 23-darajasini oxirgi raqamini topish kerak bo'lsin. Endi bu qanday bo'ladi? Oxirgi raqam bunda 3 o'zi, 3 ni 23-sini oxirgi raqam bilan bir xil bu savolda. Endi qaraymiz jadvalchaga qarasak. 3 ta nechta holat bo'lyapti? 4 ta holat bor. Ya'ni sikl deganimiz mana shu 4 ta holat. Darajani 4 ga bo'lishimiz kerak bu holatda. 23 ni 4 ga bo'lamiz. 23 ni 4 ga bo'lsak nima bo'ladi? 5 tadan 3 qoldiq, to'g'rimi? Endi nima degani bu? 5 ta bizani qiziqtirmaydi, mana bu 3 qoldiq bizani qiziqtiradi. 3 qoldiq deganimiz 3 ni o'sha darajadagisi, o'sha sikldagi holatdagi raqamga to'g'ri keladi degani mana. Ya'ni birinchi sikli mana bu, ikkinchi sikli bu edi, mana bu 3, mana bu 4. Demak, 3 qoldiq-ku, o'zi 4 ta holati bor edi. 3-siklga tushadi degani, ya'ni 3 ta. Bu degani 7 bilan tugaydi degani mana bu. Tushunarli? Mana shu tartibda yechiladi. 3 talikni ko'rdik endi. 2 talikdan ham bitta ko'raylik. Masalan, 9lik ko'raylik. 9 ni 11-darajasini misol uchun oxirgi raqamini topib ko'raylik. Demak, qaraymiz. 9 va 1 bilan tugaydi. 2 ta sikli bor ekan. Demak, 11 ni 2 ga bo'lamiz. 11 ni 2 ga bo'lganimizda nima qoladi bizda? 1 qoldiq. Nechta bo'lishini yozmagay. 1 qoldiq degani birinchi siklga tushadi. Birinchi sikl nima edi bizda? 9 edi. Demak, bu 9 bilan tugar ekan. Endi yana bitta savol tug'ilishi mumkin bo'lgan holat, shuni ko'rib o'taylik. Misol uchun 9 ni 4-darajasini oxirgi raqamini topaylik. To'g'ri, buni hisoblab topish mumkin. Misol uchun kattaroq qilaylik, mayli. 44 bo'lsin mana. 2 ta sikl bor edi. 44 ni 2 ga bo'laman. 44 ni 2 ga bo'lsa nima bo'ladi? 22 tadan qoldiq esa 0 ga teng. Endi savol bo'lib qolishi mumkin-da, qoldiq qolmasa qaysi holatga tushadi degan. Qoldiq qolmasa bizda har doim oxirgi siklga tushadi. Eslab qolaylik shuni. Demak, oxirgi siklimiz bizda 9 da 1 bilan tugash holati. Demak, bu 1 bilan tugaydi. Tushunarli? Agar qoldiq qolmasa 4 ta bo'lsa 4-holatga tushadi, 3 ta bo'lsa 3-holat, 3 ta hozir bu yerda yo'q endi, bitta bo'lsa bitta, 2 ta holat bo'ladigan bo'lsa ikkinchisiga tushadi. Mana shu demak bizda oxirgi raqamni topish edi. Endi yana bitta ixtiyoriy darajali sonni oxirgi raqami emas. Xo'p, qaysidir songa bo'lganda qoldig'iga ham bitta savol ko'rib o'taylik. Mayli oddiyroq bo'lsa-da. Ya'ni keling, misol uchun 23 ni 23-si edi-ku birinchi savolimiz. Shuni o'zini ko'raylik. Shuni misol uchun keling 4 ga bo'lgandagi qoldiqni qaraylik. 4 ga bo'lgandagi qoldiq. Bunda nima yo'l tutiladi? E'tibor qilamiz. Birinchi asos qismini o'zini 4 ga bo'lgandagi qoldiqni o'zini olamiz. Har doim xuddi shunday asos qismini nechiga bo'lish kerak bo'lsa, o'shanga bo'lgandagi qoldiq qaraymiz. 23 ni 4 ga bo'lganimda 5 tadan 3 qoldiq qoladi-da. Demak, 3 ni 23-sini qoldig'i bilan bir xil bo'ladi bu qoldiq. Endi 3 ni 23-sini qanday topamiz bu yerda? Asosiy g'oya bu yerda misolda 3 ni 23-si sonini bo'laklariga ajratib olaveramiz. Ya'ni o'zi 3 ni 23-sini ma'nosi nima edi?
3ni bir-biriga 23 marta ko'paytirganimizga tengda, to'g'rimi? Mana shu ma'nodan foydalanib ishlaymiz. Endi 23 ta 3 bo'ladigan bo'lsa bu yerda, xo'p, har ikkitasini sherik qilib oladigan bo'lsak, bu yerda demak 9lar paydo bo'ladi, to'g'rimi? 9lar paydo bo'ladi. Nechta? 22 tadan juftlik paydo bo'ladi-da 11 ta, to'g'rimi? Va ko'paygan 3 ni o'zi qolaveradi. Mana. Endi 9larni har birini 4 ga bo'lganda necha qolliq qoladi? Har bittasidan bittadan qolliq qoladi, to'g'rimi? Demak, bittadan qolliq qoldi degani, buni ko'rish shart emas deganda, birga ko'paytirsam baribir o'sha qolliqni beraveradi. Faqat demak 3 ni o'zi qolyaptimi bizada? 3 ni o'zini 4 ga bo'lganimda qolliq nimaga teng bo'ladi? 3 ni o'ziga. Demak, mana shunday topiladi. Endi bu soddaroq misol ko'rgan bo'lishimiz mumkin. Shunchaki aytib ketmaslik uchun ko'rsatdim buni. Endi misollarni yechish yordamida buni chuqurroq o'rganib ketamiz. Hozirgi holatda bu menimcha tushunarli bo'ldi. Ya'ni nima qilar ekan? Qaytib aytib o'taman. Birinchi asosiy asosini o'sha bo'lishimiz kerak bo'lgan songa bo'lganda qolliqni o'sha darajasini o'sha songa bo'lgandagi qoldig'ini topishimiz kerak bo'ladi savolda. Ya'ni 23 ni 4 ga bo'lishimiz kerak edi. 3 qoldi. 3 ni 23-sini 4 ga bo'lganda shu qolliq qoladi deb qarayapmiz. Har doim xuddi shunday bo'laveradi. Endi 3 ni 23-sini maydaga bo'laveramiz. 4 ga bo'linadigan qilib yana. Toki oxirgi qolliqni topgancha. 3 ni 23-si 3 ni 23 marta bir-biriga ko'paytirganimizda teng dedik. Mana. Endi ikkita 3 ni ko'paytirish sherik qilib olyapmiz. Ikkita sherik qilib bu 9 ga teng bo'ladi. 9 dan 11 ta bo'ladi. 3 ni o'zi oxirida qolib ketadi. Endi 9larning har bittasini yana bitta 4 ga bo'lib qollig'ini olishim mumkin. 9 ni 4 ga bo'lsam bir qoldiq va hokazo bir qoldiq qolib ketaveradi. Oxirida 3. Endi xo'p, bir qolliq qolib shunga ko'paytiradiganimiz bu o'sha mana buni o'zini beraveradi. Bir qolliq qolishi hech nimani anglatmaydi. Endi 3 ga ko'paytirsak, bu yoqda 3 ni o'zi bo'lyapti ko'paytmada. 3 ni o'zini 4 ga bo'lganda qolliq topamiz bo'ldi. Bu bizada 3 qolliqni beradi. Xo'p, demak, qolliqni bo'lish va oxirgi raqam tushunchamiz mana shu edi. Keyingisi bo'linish belgilari. Demak, bo'linish belgilari ekuk, NBS, TBS, MBS, NBY, TBY, MBY larni qaraymiz. Xo'p, bo'linish belgilari bizga nima kerak? Bo'linish belgilari bizga asosan qaysidir sonni qaysidir songa qoldiqli yoki qoldiqsiz bo'linishini aniqlashimiz uchun kerak bo'ladi. Ya'ni uzun bir kattaroq son berilgan bo'lsa, uni qaysidir bitta songa bo'linishini bo'lib hisoblab o'tirib topgandan ko'ra bo'linish o'sha qoidasiga qarab turib bo'linadi yoki bo'linmasligi, ya'ni bo'linadimi, bo'linmaydimi? Shunisi qiziq bo'lgan paytda bizga bo'linish belgisi kerak bo'ladi. Shuning uchun bo'linish belgilarini o'rganamiz. Endi bo'linish belgilarini qaraymiz. Endi bu yerda 11 gacha berilgan. 11 gacha qaraymiz. Endi xohlagancha songacha bo'linish belgisi topish mumkin. Endi ularni hammasini qarab chiqishimiz bizga qiziq emas. Shuning uchun kerakli bo'lganlarni 11 gacha qarab chiqamiz. 1 ga bo'linish har qanday natural son 1 ga bo'linadi. 2 ga bo'linish sonning oxirgi raqami 0, 2, 4, 6 yoki 8 bo'lsa, ya'ni juft raqamlar 2 ga bo'linadi. 3 ga bo'linish sonning raqamlaridan 3 ga bo'linsa, son ham 3 ga bo'linadi. Ya'ni qanday? Misol uchun 324 degan. 324 ning raqamlari yig'indisi 3, 2, 4 raqamni tashkil etgan. Qo'shamiz shuni bir-biriga. 3, 2, 4, 9 bo'lyapti. O'sha chiqqan yig'indini 3 ga bo'lib ko'ramiz. Agar o'shanda bo'linsa 3 chiqdi mana. Bu son ham 3 ga aniq bo'linadi. Xo'p, 4 ga bo'linish sonning oxirgi 2 raqami hosil qilgan son 4 ga bo'linsa, son ham 4 ga bo'linadi. Misol uchun qaraymiz. 12, 36 bu degani 1236. Oxirgi 2 raqamni tashkil etgan son 36 da mana. Shu 36 ni 4 ga bo'lib ko'ramiz. 9 chiqdi. Demak, bu son ham 4 ga aniq bo'linadi. Qoidasi shunaqa. 5 ga bo'linish sonning oxirgi raqami 0 yoki 5 bilan tugash kerak bo'ldi. Oxiriga qaraymiz. 5 yoki 0 bilan tugadimi bo'ldi. Bo'linadi. 6 ga bo'linish son 2 ga ham 3 ga ham bo'linsa 6 ga bo'linadi. Demak, 6 bizada tub va murakkab son tushunchasini qaraymiz. Hozir ekubekni o'tishdan oldin murakkab sonlarning har bittasi ko'paytuvchi ajratilganda hosil bo'ladigan sonlar ko'paytmasiga qarab o'sha ikkalasiga yoki uchtasiga bo'linadigan qilib qoida yaratiladi. Demak, tub sonlar uchun qoidacha murakkabroq, murakkab sonlar uchun oddiy bo'laveradi. 6 ga bo'linish xuddi shunday edi. 2 ga bo'linib turib 3 ga ham bo'linish kerak. Agar 2 ga bo'linib 3 ga bo'linmasa yoki 3 ga bo'linib 2 ga bo'linmasa,
ikkiga ham bo'linmasa yoki bu son 6ga aniq bo'linmaydi. 7ga bo'linish sonning oxirgi raqamini 2ga ko'paytirib qolgan qismdan ayriladi. Natija 2ga bo'linsa, son ham 7ga bo'linadi. Misol uchun 203 sonni bergan. Oxirgi raqami 3 ta bizada. 2ga ko'paytiramiz 6, qolgan qismi ya'ni 20 qoldi. 3 ni unutamiz. 2ga ko'paytirib oldik buni qoidada. 20 dan 6 ni ayiraman 14. 14 ni 7ga bo'lsam 2 chiqadi. Demak, bo'linsa bu son ham bo'linar ekan. 7. Mana shuni eslab qolish kerak. 8ga bo'linish. Oxirgi demak 3 ta raqamdan hosil bo'lgan son 8ga bo'linish kerak. Misol uchun 3416 bergan. Uni oxirgi 3 ta raqamidan tashkil topgan son mana 416 da. 416 ni 8ga bo'lib beraman 52 bo'ladi. Xo'p, shu yerda osonroq yana qoidani aytib o'tib ketaman sirini. 2 bizada 2 ni birinchi darajasi, 4 2 ni kvadrati, 8 esa 2 ni kubi, 16 2 ni 4-chi bo'ladi va hokazo. 2 ni qaysi darajasi bo'lsa, oxirdan tashkil topgan o'shancha raqamidagi son bo'linsa bo'linadi. Ya'ni 8 da 3 ta bo'ldi 2 ni kubi bo'lgani uchun. 2 ni kvadrat 4 edi, 4 da oxiriga 2 dedik va hokazo. Mana shunday ketaveradi. Bu siri. Xo'p, 9 ga bo'linish son raqamlaringiz 9 ga bo'linsa, son ham 9 ga bo'linadi. 3 ga o'xshaydi bu. Demak, 9 ga bo'lingan son 3 ga aniq bo'linadi. 3 ga bo'lingan son lekin 9 ga bo'linadi deya olmaymiz. 10 ga bo'linish sonning oxirgi raqami 0 bilan tugasa bo'ldi. Oxiriga shunday qaraymiz. 0 bilan tugadimi? 10 ga bo'linadi. Bo'lmasa yo'q. Tamom. 11 ga bo'linish toq o'rindagi raqamlaringiz bilan juft o'rindagi raqamlaringiz ayirmasi 11 ga bo'linsa yoki 0 bo'lsa son 11 ga bo'linadi. Misol uchun qaraymiz. 5 106. 5 qo'shilgan 6. Xo'p, qo'shilgan juft o'rindagisi 0 bo'ladi. Mana bu yerda ko'paytirish ketib qolgan xato. Qo'shish bo'ladi. Toq o'rindagilar mana 1 bilan 3 toq deb tushunamiz buni. Mana buni juft deymiz. Qo'shib hisoblaymiz 11 chiqdi. O'sha chiqqan natijani 11 ga bo'lsak, bo'linsa, to'g'ri? Demak, bu son ham 11 ga bo'linadi. 11 ga bo'linish mana shu. Demak, bu qo'lliqli bo'lish aytma, bo'linish belgilari edi. Qolgan 12, 13 va hokazo davom ettirib ketishimiz mumkin. Demak, ularni bizga hozir ko'rib o'tmaymiz. Xohlagancha qoida topish mumkin bo'ladi. E kub tushunchasi eng katta umumiy bo'luvchi degani e kubga kirishdan oldin biza tub son, murakkab sonni o'zini kiritaylik. Tub son bizada bo'luvchisi 2 ta bo'ladi. Ya'ni 1 va o'ziga bo'linadigan son 1 va o'zi. Mana shu bo'linadigan 2 tagina bo'luvchisi bo'ladigan sonimiz bizada tub bo'ladi. Eng kichik tub son bizada 2 ga teng. Ya'ni u 1 ga bo'linadi, 2 ga bo'linadi, tamom. 3 va hokazo ketaveradi. Tub sonlar cheksiz. Endi murakkab son qanday? Tub bo'lmagan sonlar murakkab son bo'ladi, faqat birdan tashqari. Demak, 1 tub son ham emas, murakkab son ham emas. Ya'ni bo'luvchisi 1 va o'zidan tashkil topmaydi va undan tashqari ham bo'luvchilari bo'lishi mumkin. O'sha son murakkab son bo'ladi. Bularning eng kichigi 4. Masalan, 4 nima qiladi? 1 ga bo'linadi, 2 ga bo'linadi, 4 ga bo'linadi. Demak, o'zi va 1 emas-ku, yana qo'shilyapti. Bu murakkab son bo'ladi. Tub va murakkab son tushunchasi mana shu. Endi kubga kirsak bo'ladi. Kubga kirishdan oldin ham yana bir tushuncha bor. Tub ko'paytirish va ajratish sonni. Ya'ni tub ko'paytirish va ajratish degani, xo'p, nomi bilan aytib o'tiribdi, tub sonlarga bo'lib chiqish degani. Ya'ni natijamiz 1 chiqquncha tub sonlarga bo'lib ketaveramiz. Mana shu bizada tub ko'paytirish va ajratish deyiladi. Masalan, mana bu yerdan yozaylik. Misol uchun 12 ni tub ko'paytirish va ajratish kerak bo'lsin. Mana bunday 12 ni yozamizda chiziq tortamiz. Pastga qaratib, mana bu yoqdan eng kichik tub sondan boshlab bo'lishni boshlaymiz. Eng kichigi 2 dedik. Mana 2 ga bo'lamiz. Mana bu yerda 2 ga bo'lsam natija necha chiqadi? 12 ni tagidan yozamiz. 6. Endi yana bo'linsa yozib ketaveramiz. 2. Bu yerda 3 bo'ldi. Endi 3 2 ga bo'linmadimi? Keyingi tub songa o'tamiz. 3 ham tub son. Demak, 3 ni o'ziga bo'linadi 1. Mana shu yerda tugatiladi. Endi buni mana bunday ko'rinishda yozib olishimiz mumkin. Buni nomi kanonik ko'rinishda yozilish deyiladi. Kanonik ko'rinishda yozilish qanday bo'ladi? Bu yoqda mana bu yoqda o'ng tomonda bo'lgan sonlarimizni qaraymiz. 2 ga bo'ldim. Orasiga ko'paytirish qo'yaman va 3 ga bo'ldim. Nechta songa bo'lgan bo'lsam, o'sha sonlarni o'zini yozib olaman. Hal tugagani yo'q. Necha marta bo'lgan bo'lsam, o'shanchani darajasiga yozib qo'yaman. 2 ga necha marta bo'ldim? 2 marta. Demak, mana buni darajasiga yozib qo'yaman. 3 ga necha marta bo'ldim? 1 marta. Demak, darajasiga yozib qo'yaman. Bo'ldi. Mana shu ko'rinishda yozish kanonik ko'rinishda deyiladi. Yozish deyiladi. Mana buni o'zi esa tub ko'paytirish va ajratish edi. Endi mana shulardan foydalanib e kub va e kub tushunchasi kiradi.
kub qanday topiladi, 2 kub qanday topiladi ko'ramiz. Xo'p, misol uchun 24 va 36 ni kubini topish kerak degan. Böluvchilarni yozib topish ham mumkin, lekin böluvchilarni topish kichkina sonlarda yo'rilib bo'ladi, kattaroq sonlarda qiyin-da. Shuning uchun kubni umumiy topish qoidasi kiritilgan. Masalan, 24 va 36 ni böluvchisini yozib topgan bo'lsa, 1 2 3 4 6 8 12 24 böluvchilari, 36 niki 1 2 3 4 6 9 12 18 36. Endi umumiy böluvchilari 1 2 3 4 6 12 da eng kattasini olamiz shu yerda. Nomi bilan eng katta böluvchi dedik-ku. Eng kattasi 12 ikkovida, demak kubi 12 bo'ladi. Bunday topish ham mumkin. Xato yo'l emas, katta sonlarda qiynalamiz. Shuning uchun umumiy yo'lni qaraymiz endi. Tub ko'paytirishlar ajratish. 24 ni ajratsam 2 ni kubi kara 3 bo'ladi. 36 ni ajratsam 2 ni kvadrat kara 3 ni kvadrat bo'ladi. Endi qanday olamiz? E'tibor qilamiz. Tub ko'paytirishlar ajratishda umumiy holat deyamiz biz. Shuning uchun shuni eslab qolaylik. Ikkalasida bor, demak sonni mana 2 ikkalasida ham bor-ku. Ikkalasida bor bo'lsa, uni darajasi kichigini olamiz. Darajasi kichik mana bundagi 2. Demak 2 ni kvadrat olindi. Xo'p, keyingisida 3 bor, bunda ham 3 bor, ikkalasida ham bor. Demak darajasi kichik qaysi? Mana bunda daraja yo'q degani birinchisi deganda, 3 ni birinchisi kichik-da, demak 3 ni o'zini olamiz mana. Tushunarli? Ikkalasida borini darajasi kichigi. Orada esa hammasi ko'paytiriladi bular. Agar yana qaysidir sonlar ketadigan bo'lsa, ko'paytirish orada olib ketilaveradi, bo'ldi. 2 ni kvadrat 4, ko'paygan 3 12 bo'ldi bu yerda. Kub mana shunday topiladi. Kub endi xuddi shunday nomi eng kichik umumiy qaralgan, ya'ni o'sha ikkita songa umumiy bo'linadigan bitta son. O'shani topishimiz kerak. Bunda ham umumiy karralarni ko'paytirib ketaverib ketma-ket topib bo'lish ham mumkin. Bu umumiy bo'luvchilarni yozib chiqib topgandik, lekin umumiy yo'l emas, katta sonlarda qiynalamiz. Shuning uchun buni ham umumiy yo'l deyamiz. Xo'p, misol uchun 12 va 18 sonlarni kun topish kerak bo'lsin. Ko'paytirishni ajratamiz, kanonik ko'rinishda yozamiz. Ikkalasida ham asosiy qismi mana shu ikkita qism bir xil. 2 ni kvadrat kara 3 bo'ladi 12, 18 esa 2 kara 3 ni kvadrati. Endi kubda ikkalasida borini darajasi kichigi dedim. Endi kubga e'tibor qilamiz. Ikkovini chalkashtirib yubormaylik. Ikkalasida borlarini qaraymiz birinchi. Avvalo darajasi kattasini olamiz ikkovida borini. Ya'ni 2 ni mana birinchisi-ku, kvadrat kattaroq. Demak mana buni olaman. Mana 2 ni kvadrati olindi. 3 bor, 3 ni kvadrati lekin birinchisidan kattaroq. Shuning uchun 3 ni kvadrati olamiz. Demak, qaradiga kubda eng kichigi ikkovida borini, kubda esa borini kattasi. Va qo'shimcha sifatida agar mabodo bu yerda faqat ikkalasida bor sonlar takrorlanib kelyapti-ku. Misol uchun mana bu yerda 5, bu yoqda esa 7 kelib qolsa, bu yoqda bittasida bo'lib, bittasida bo'lmagan sonlar ham olinadi. Ya'ni 5 ni o'zi alohida ham olinadi, 7 ni o'zi ham alohida olinib ko'paytiriladi. Tushunarli? Demak, nima demoqchiman? Faqat ikkalasida borlarga qarashimiz kerak emas, bittasida bo'lganini ham olishimiz kerak to'liq. Misol uchun mana bu yerda 5 ni kvadrati bo'lib, bunda bo'lmay qolsa ham 5 ni kvadratini mana bu yerda olib ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Mana shunday kubda. Darajasi kattasi olinadi. Demak, borini yo'qlari ham bittasida bo'lib turib, bittasida bo'lmasa olib ko'paytiriladi. Tushunarli? Demak, buni hisoblasak bizada 36 bo'ladi. Keyin bizada demak kub va kubda eng asosiy formulamiz bor. Mana bu formula. Ya'ni kub topsak qaysidir son uchun ikkita kubni topsak, ularni ikkovini ko'paytirsak, ikkala sonni o'zini ko'paytirib qo'yganimizga har doim teng bo'ladi. Bu formulani demak eslab qolishimiz kerak. Xo'p, endi keyingi tushunchamiz NBS, TBS, MBS, NBY, TBY, MBYlarni qarab chiqsak, bularning nomi nima? Mana qisqacha yozuv bu natural bo'luvchilar soni. Bittadan harf olingan boshidan NBS deb yoziladi qisqacha. Xo'p, sonning barcha natural bo'luvchilar sonini bildiradi bu. Endi agar sonimiz bizada mana bu ko'rinishda yozilgan bo'lsa deyapti. Bu nima degani? P1, P2, PK larimiz bu yerda tub sonda, A1, A2, AKlarimiz esa uning darajalari. Ya'ni kanonik ko'rinishda yozilganda son. Kanonik ko'rinishda yozib olar ekanlik, demak, natural bo'luvchilar sonini topish uchun darajalarida mana bu A1, A2, AKlar darajada, to'g'rimi? Darajalariga birini qo'shib o'zaro ko'paytirar ekanlik. Doim birini qo'shar ekanlik mana. Demak, misol tariqasida 72 ni olyapmiz. 72 2 ni kubi kara 3 ni kvadrati bo'ladi. Buni darajasi qanday? Bittasida 3, bittasida 2. 3 ga 1 ni qo'shaman, 2 ga 1 ni qo'shaman, o'zaro ko'paytiramiz. Tushunarli? Demak, natural bo'luvchilar soni kanonik ko'rinishda yozib bo'lganimizdan keyin darajalarga 1 ni qo'shib o'zaro ko'paytirishdan hosil bo'ladi. Mana shunday topiladi. Tub bo'luvchilar soni bu juda oson.
Demak, natural bo'luvchilar soni topish mana shunday bo'lgandan keyin tub bo'luvchilar soni bundan ancha osonrog'ini hozir ko'rsatamiz. Ya'ni 72 ni tub bo'luvchilar sonini qarasak, kanonik ko'rinishda yozib olamiz. Bu yerda qaysi tub sonlar qatnashyapti uni ko'paytirganda? 2 qatnashyapti, 3 qatnashyapti. Bo'ldi. Mana shu yerda borini olamiz. Ya'ni 2 bilan 3. TBC soni 2 ta bo'ladi. Murakkab bo'luvchilar soni. Murakkab bo'luvchilar soni qanday bo'ladi? Natural bo'luvchilar sonidan tub bo'luvchilar sonini ayiramiz va 1 ni ayirganimiz hosil bo'ladi. Nimaligini hozir tushuntirib o'taman. Xo'p, sababi qanday? Endi ixtiyoriy sonni barcha bo'luvchilar sonini olsak, uni ichida natural bo'luvchilar bo'lishi mumkin, tub bo'luvchilar bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Endi murakkab bo'luvchilar soni bilan tub bo'luvchilar soni bo'ladi va alohida hamma son birga bo'linadi, to'g'rimi? Bir bo'luvchisi bo'ladi. Bir na tub bo'luvchisiga kiradi, na murakkab bo'luvchisiga kiradi. Shu uchun natural bo'luvchilar sonidan tublarni ajratib tashlasam, menda qaysilar qoladi? Murakkablar qoladi-da, to'g'rimi? Murakkabni ichida faqat bir ziyod qolgan bo'ladi bunga qo'shilib. Shu uchun birni o'zi ayrilyapti. Tushunarli? Bir nimaga ayrilgani? Bir soni na tub va na murakkab son. Bir hamma sonni bo'luvchisi bo'lgani uchun ayirib topilyapti. Demak, buni ham eslab qolishimiz kerak. Murakkab bo'luvchilar soni natural bo'luvchilar sonidan tub bo'luvchilar sonini ayirib va yana birni ayirib topiladi. Xo'p, mana bu yerda 72 uchun ko'rsatib ham qo'ygan. Endi NBY bu natural bo'luvchilar yig'indisi degani. Yig'indisi qanday topiladi? Sonni barcha natural bo'luvchilar yig'indisi mana bu yerda yozib qo'yilgan. Mana P I1 dan K gacha yozgan. Bu bizada yig'indini bildiradi. Endi boshlayotganlar uchun bilinmasligi mumkin. Shu uchun oddiyroq ko'rinishda mana bu yerda yozaman. Ya'ni qanday? Yuqorida ko'rsatib o'tdik biza n sonimizni xo'p P1 ni A birinchisi ko'paygan, P2 ni A ikkinchisi ko'paygan va hokazo ko'paygan. Demak, PK ning A kayinchisi deb yozishimiz mumkin dedik. Mana bu yig'inni tushunmovchilik bo'lgani uchun buni yozib o'zim ko'rsatyapman. Bu qanday topiladi? NBY n soni uchun P1 ni A birinchi darajasi yoziladi. Shuni darajasiga 1 qo'shiladi va hosil bo'lgan mana shu sondan 1 ayriladi. Taqsim mahrajda esa mana shu tub sonning o'zidan 1 ayirib bo'linadi. Tamom. Mana shu. Ko'paytirilgan keyingisida ham xuddi shu. P2 ni A ikkinchi darajasi darajaga 1 qo'shiladi. Ayiramiz 1 ni. Taqsim P2 minus 1 va hokazo oxirgisigacha ketaveradi. Xuddi shunday nechta ketsa, PK ni A kayinchi darajasiga 1 qo'shiladi. 1 bundan o'zidan ayriladi. Taqsim PK minus 1. Mana shu ko'rinishda topiladi. P degani xuddi mana shu formula bo'yicha I ni o'rniga qaysi sonni qo'ysak yig'indi degan ma'noni bildiradi. Bu bizga muammo emas. Misol uchun 12 uchun ko'rsatgan bu yerda misol qilib 12 2 ni kvadratiga 3 ga teng. Demak, bu yerda P1 2 bo'lyapti, P2 miz 3 bo'lyapti. A1 2 ga teng, yani darajasi. Buni darajasini A2 desak 1 ga teng. Mana 2 ni kvadratini o'zini yozyapti. Darajaga 1 ni qo'shib 1 ni ayiryapti. Taqsim 2 ni o'zidan 1 ni ayirib bo'lyapti. Ko'paygan 3 ni birinchi darajasi 1 qo'shilgan, 1 ni ayiryapti. Taqsim 3 ayrilgan 1. Bo'ldi. Ko'paytirish o'tadi. Hisoblanadi 28. Demak, NBY mana shunday topiladi. Tub bo'luvchilar yig'indisi endi. Tub bo'luvchilar yig'indisi buni oldida yana osonroq. 60 misol uchun ko'rsatgan. 2 ni kvadratga 3 kira 5 bo'ladi. Tub bo'luvchilar sonining o'zi qaysi? 2 3 5 da. Tub bo'luvchi ajratgandan ko'rishimiz mumkin. Shularni bir-biriga qo'shib qo'yamiz, bo'ldi 2 3 5 10 chiqadi. MBY murakkab bo'luvchilar yig'indisi. Yana yuqoridagidek mana bunga o'xshaydi. Natural bo'luvchilar yig'indisidan tub bo'luvchilar yig'indisini ayirib tashlaymiz va 1 ni o'zini ayiramiz. Chunki 1 hamma bo'luvchilar yig'indisining orasida qo'shilgan bo'ladi-ku, bir soni qo'shilmaydi. Shuning uchun ayrilgan. Bu demak mana shunday ko'rinishda topiladi. Demak, misol ham ko'rsak bunga 12 yana. Natural bo'luvchilar yig'indisi mana. Xo'p, 28 ligini topdik. Tub bo'luvchilar yig'indisi 12 qaysi mana? 2 bilan 3 ku 5 chiqadi qo'shsak. MBY 28 ayrilgan 5 ayrilgan 1, ya'ni 22 chiqadi. Tamom. Mana shunday topiladi. Demak, bularni ham yaxshi o'rganishimiz kerak. Xuddi shunaqa savollar bergan. Xo'p, keyingisi modul tushunchasini kiritamiz endi. Modul absolyut qiymat ham deyiladi. Modul tushunchasi nima? Sonni 0 nuqtadan sonlar o'qidagi masofasini bildiradi. Ya'ni bizada mana bu sonlar o'qi mana shu sonlar o'qi bo'ladigan bo'lsa, mana bu bizada 0.
Bu yoqqa 1, 2, 3 va hokazo ketadi. Bu yoqda butun sonlar -1, -2 va hokazo -3 ketaveradi. Misol uchun nima deyapti? 2 ni moduli degani 2 ni moduli deb mana 2 ni moduli deb 0 dan u qancha masofada joylashganini bildiradi deyapti. 0 dan 2 gacha masofa nechi? 2. Mana shu masofa modulini bildiradi deyapti. Tushunarli? Endi -2 ham xuddi shundayda, lekin -2 ham 0 dan qancha masofada joylashgan? 2 ta. Faqat masofa jihatdan bittasi chapda, bittasi o'ngda joylashyapti. Lekin baribir ikkovi ham 2 metr uzoqda. Misol uchun metrda hisoblasak. Tushunarli? Demak, modul mana shuni bildiradi. Mana yozib qo'yapti. Modulda A, mana bunda ikkita chiziqchani orasida yoziladi. Modulning belgisi shu. A chiqadi bu agar 0 dan katta yoki teng bo'lsa deyapti. Va -a chiqadi agar 0 dan kichik bo'lsa deyapti. Bundan xulosa qilishimiz mumkin. Modul hech qachon manfiy bo'lmaydi. Ya'ni moduldan hech qachon manfiy son chiqmasligini bilishimiz mumkin. Keyingisi modulning qiymati mana bu yerda mana sonlar uchun ko'rsatib qo'ygan. Demak, bu bizga qiyin murakkab emas, tushunarsiz narsa emas. Uchinchisi geometrik ma'nosi. Modulda A sonni 0 gacha bo'lgan masofasini bildiradi deyapti. Ya'ni 0 dan shungacha bo'lgan masofa mana yuqorida ko'rsatib o'tdim buni. 0 dan qancha masofada joylashgan bo'lsa, sonni moduli shunga teng bo'ladi. Keyingi tushunchamiz 2 son orasidagi masofa. 2 son orasidagi masofa xuddi ikkita odam orasidagi masofani topishdagi bir xil. Ya'ni ikkalasidan turgan joydan bir-biri ayrilishi kerak bo'ladi. Bunda ham xuddi shunday. Ixtiyoriy ikkitasini ayiramiz, lekin modulda topishimiz kerak. Chunki kichigidan kattasini ayirib qo'ygan bo'lishimiz mumkin, masofa manfiy bo'ladi deya olmaymiz. Shuning uchun modul olsak, o'shani musbat chiqarib beradi, masofani bildiradi. Misol uchun 7 va 2 ning orasidagi masofa 7 dan 2 ni ayiryapmiz, shuni moduli 5. Misol uchun kimdir 2 dan 7 ni ayiradi-yu, -5 chiqarib masofa -5 deya olmaydi-da. Shuning uchun modul qo'ysak -5 dan ham baribir 5 chiqadi mana. Mana bu yerda ko'rsatib ham qo'ygan shuni. -3 va 5 orasidagini qarashimiz kerak. -3 dan 5 ni ayirsak -8 bo'ladi. Modul jihatda baribir 8. Demak, bular orasidagi masofa 8 bo'ladi. Demak, 2 son orasidagi masofa mana shunday topiladi. Ixtiyoriy bittasini ayiramiz, ularning modulini topamiz. Bo'ldi. 5-tushuncha modulning asosiy xossalari. Demak, minus modulda A bilan modulda A bir xil bo'lar ekan. Ikkita sonni ko'paytirib modul olsam, ularni modul olib ko'paytirganim bilan bir xil. Bo'lganimda ham xuddi shunday, faqat makraj 0 ga teng bo'lmasligi kerak bu. Demak, kasr bo'lish xossasi bilamiz. Xo'p, modulning kvadrati bilan sonni kvadratini o'zi teng bo'lar ekan. 5-xossa uchburchak tengsizligi ham deyiladi. Ya'ni ikkita sonni moduli qo'shsak, doim katta yoki teng bo'ladi. Ularni birga qo'shib modul olganimizdan. Bu demak muhim xossa, bu ham ko'p ishlatiladi. Keyingisi modulda nimadir? Yana uni modulda sonni o'ziga teng bo'laveradi deyapti. 6. Modul ochish qoidasi. Agar x 0 dan katta yoki teng bo'lsa, modulda x bo'ladi. Agar x 0 dan kichik bo'lsa, -x bo'ladi. Buni mana boshida ham aytib o'tgan edi. Xo'sh, x -3 da ham misol qilib ko'rsatyapti. Buni endi tushunarliroq bo'lish uchun 0 ga qaysi aylantiriladi modulni? 3 aylantiradi-da. 3 bo'lganda modul 0 ga teng bo'ladi. X ning joyiga 3 qo'ysam. Shuning uchun 3 dan katta yoki teng sonni qo'ysam, bu x -3 ko'rinishida chiqaveradi. Chunki musbat son bo'ladi. Misol uchun 4 ni qo'yaylik 3 dan katta, 4 ayrilgan 3 1 chiqadi. Shuning uchun x -3 ni o'zi chiqaveradi. Moduldan musbat son chiqarishimiz kerak edi-ku. Agar 3 dan kichik bo'ladigan bo'lsa, bu nima bo'ladi? Misol uchun 0 ni qo'yaylik. -3 chiqadi modulning ichi. -3 chiqarish mumkinmi moduldan? Yo'q. Shuning uchun minusni yo'qotishim kerak. 3 - x chiqaraman. Tushunarli? Misol bu yo'q oddiy. Demak, hisob kitob bilan moduldan musbat son chiqadi dedik. Hisoblashlar qiyin emas. Bu yoqda yana o'sha tushunchalarni qaytarib beryapti. Demak, modul tushunchasi mana shu edi. Xo'p, keyingi tushunchamiz butun va kasr qism. Bu ham ancha kerakli bo'lgan tushunchalarimiz, chunki shunda ham imtihonlarda savol tushgan ekan shundan. Shuning uchun bu mavzuni ham kiritdim birinchi, ikkinchi savollarimizga. Murakkab narsa emas lekin. Xo'p, birinchisi butun qism. Butun qism sonni vergulgacha, ya'ni o'nlik ajratgichigacha bo'lgan qismini bildiradi, deyapti. Belgisi mana to'rtburchak qavshan ichida yoki mana bu ko'rinishda yoziladi deydi. Bu ikkinchi ko'rinishi odatda bizada o'zbeklarda yozilmaydi. Odatda mana shu ko'rinishda yoziladi. Xo'p, bu eng katta butun son, ya'ni x dan katta bo'lmagan eng katta butun sonni bildiradi, deyapti. Misol uchun 5/7 ni butun qismi. Butun qismi deb mana o'qiyapmiz o'zi 5 deb. Shu butun qismini bildiradi 5. Demak, 12/8. Buni ham 12 deb aytyapmiz. O'zi butun deb o'qiyotgan qismimiz butunni bildiradi-da. Demak, murakkab emas. Faqat e'tibor qilamiz, manfiy sonlarda
farq qiladi. -2,8 mana e'tibor qilamiz. Buni butun qismi -3 bo'ladi. Ya'ni e'tibor qilamiz, bitta shu manfiy sonlarda o'zgaradi. Ya'ni buni butun qismi -2 deyapmiz-ku. Bu -2 bo'lmaydi bunda. Buni chapda, bitta o'zidan chapda joylashgan butun son o'zini butun qismini bildiradi. Nimagaligini hozir aytib o'taman yana. Xo'p, -2,8 dan chapda joylashgan eng yaqin butun son -3 da, shuning uchun bunda -3 bo'ladi. Eslatma deb yozgan. Manfiy sonlarda butun qism shunchaki virgulacha bo'lgan qism emas. Masalan, butun qismi -3 ga teng bo'ladi deyapti. Demak, chapdagi bitta eng yaqin chapda joylashgan son qariladi. Xo'p, keyin kasr qismini qaraymiz. Kasr qism bilan bog'liq manfiy sonlar nimaga unaqaligini hozir ko'ramiz. Demak, sonni o'zidan butun qismini ayirsam, menda kasr qismi hosil bo'ladi. Bu formula deyapti. Mana bu bilan bog'liq. Hozirgi aytganimiz. Ya'ni manfiy sonlarning butun qismi bitta chapdagi joylashishi mana shu bilan bog'liq. Ya'ni butun qism mana figural qavsda x yoziladi. Figural qavsda yoziladi butun kasr qism. Uni qiymati har doim 0 ga teng yoki 1 dan kichik bo'ladi. Demak, 1 da teng yoki kichik desak, -2,8 ni butun qismini -2 desak, uni butun qismiga kasr qismini qo'shsak, sonni o'zini beradigan bo'lsa, -2 ga nechini qo'shsak endi -2,8 bo'ladi. -0,8 da. -0,8 bizada 0 va 1 oralig'iga tushmaydi-da. Mana shu uchun chap tomonda qaraladi. Tushunarli? Ma'nosi mana shu edi. Demak, kasr qism mana shunday. 7,35 butun sonlarda xuddi o'shanday. Demak, butun sonni o'zi qaralsa, hech nimasi bo'lmasa, kasr qismi 0 ga teng. Mana bu bitta misol. -2,8 ni kasr qismi esa mana buni qaraymiz. Kasr qismi 0,8 turibdi-ku. 8 mana buni 0 deb qarasak, kasr qismi virgullangan 8 turibdi. O'shani demak 1 ga to'ldiruvchi qismi bo'ladi. Mana buni 0 deb qarasak 0,8 bo'lsa, bu 0,2 bo'ladi. Tushunarli? Yoki butun qismini qarasak, butun qismi buni -3 bo'ladi. -3 dan nechini qo'shsak -3 ga? -2,8 bo'ladi. 0,2. Demak, kasr qismga butun qismini qo'shsak, sonni o'zini bildiradi. Mana, o'zi ko'rsatib ham qo'yibdi mana bu yerda. Demak, eng asosiy xossa mana shu bizada. Mana shuni yodlab qolish kerak bo'ldi. Qolganlarini shu orqali topishimiz mumkin. Ya'ni butun qismga kasr qismini qo'shsak, bizada butun sonni bildiradi. Mana shu bizada demak butun va kasr qismni asosiy formulasi mana shu orqali amalga topiladi. Xo'p, demak mana bu yerda xossalar bergan. Mana 1 bilan 2 ni bildik, ko'rdik. 3-chisini qaraymiz. Agar x butun son bo'lsa, uni kasr qismi 0 ga teng bo'ladi. Buni ham mana bu 9 da aytib o'tdim. Mana 9 da aytib o'tdim. Xo'sh. Agar 0 va 1 oralig'ida bo'lsa x sonimiz butun qismi 0 bo'ladi deyapti, kasr qismi o'ziga teng bo'ladi deyapti. Bo'ldi. Bu ham tushunarsiz narsa emas. Bo'ldi, demak, mana shu narsa. Butun va kasr qism. Xo'p, yaxshiroq tushunarli bo'lish uchun shunga bitta misol ko'rsatay. Masalan, mana bunday ko'rinishdagi misollar tushishi mumkin-da. Xo'p, misol uchun 1,6 kasr qism qo'shilgan 1,7 qo'shilgan -2,2 qo'shilgan -3,4. Misol uchun. Mana shunday misol keldi. Xo'p, mana shuni qanday yechamiz? Har bittasini hisoblab olishimiz kerak. 1,6 ni kasr qismi 0,6, 1,7 ni kasr qismi 0,7. Xo'p, -2,2 ni butun qismi deyapti. Buni chapdagi bitta bo'ladi deb kelishdik, -3 dedik. Buni -3,4 ni qarasak 0,4. Kasr qismi mana buni 0 deb qarasak, buni endi to'ldiruvchisi 1 ga qaysi? 0,6 bo'ladi-da. Mana shuni hisoblashimiz kerak bo'ldi. Demak, natijamiz xo'p 0,6, 0,7, 0,6. 1,9 bo'ladi qo'shsak, ayirsak -1,1 ekanda. -1,1. Sig'mada mana bu yerga, mana bu yerdan yozib qo'yay shuni, -1,1. Bo'ldi. Mana shunday savollar tushishi mumkin. Shu uchun demak buni ham mavzular orasiga qo'shib qo'ydim. Keyingi tushunchamiz o'rta qiymatlar. O'rta qiymat bir nechta sonning umumiylashtirilgan qiymatini ifodalaydi. Quyida eng ko'p uchraydigan o'rta qiymatlar keltirilgan. O'zi bizadagi savollarda faqatgina arifmetik, o'rta arifmetik va o'rta geometrik mana shu narsalar ko'p qo'llanadi.
Qolganlari esa odatda uchramaydi, lekin bilib qo'ygan yaxshi. Xo'p, o'rta arifmetik qanday topiladi? Berilgan sonlar yig'indisini ularning soniga bo'lish orqali topiladi. Ya'ni nechta son berilgan bo'lsa, sonlarga ularni qo'shib, nechta son berilgan bo'lsa, o'shanga bo'lsak o'rta arifmetik topiladi mana. Misol uchun 2, 3, 5, 7 10 sonlarni o'rta arifmetikini toping degan. Hammasini qo'shamiz. 2, 5, 7, 10. 4 ta son 4 ga bo'lamiz. Mana shunday topiladi. Endi geometrik o'rta deyapti. O'rta geometrik degani sonlarni ko'paytmasidan n-chi darajali ildiz olamiz deyapti. Ildiz tushunchasini keyinroq ko'ramiz. Shunday topiladi. Misol uchun deyapti, 4 va 9 ikkita son bersa, n ni joyiga nechta son berilgan bo'lsa, o'shancha darajali. Ikkita bo'lgan bo'lsa, demak, ikkinchi darajali ildiz, ya'ni kvadrat ildiz olishimiz kerak bo'ladi. 4 ni 9 ga ko'paytiramiz, ildiz olamiz, bu 6. Garmonik o'rta. Demak, o'rta garmonik bor ekan, mana shunday topiladi. N ya'ni nechta son bo'lsa, sonlar teskari qiymatlarni arifmetik o'rtasi teskarisiga deyapti. Ya'ni n ta son bo'lsa, n ni bo'lamiz, 1 taqsim sonlarni o'zi qo'shilar ekan, o'shanga n ni bo'lishimiz kerak. Mana shunday topiladi. 4 va 6 ga misol uchun 4 va 6 ga nima bo'ladi? 2 taqsim 1 taqsim 4 qo'shilgan 1 taqsim 6 qilib topilishi kerak edi. Umumiy mana bunday topiladi deyapti. Soddalashtirsa o'shani mana shunday ko'rinish kelib qoladi ikkita son uchun deyapti. Mana bu yerda topib qo'yib ko'rsatgan. Bular bizga uncha kerak bo'lmaydi matematikada. Chunki ko'p ishlatilmaydi-da. Kvadratik o'rta ham xuddi shunday. Sonlarni kvadratini qo'shar ekanik va nechta son bo'lsa o'shanga bo'lib ildiz olishimiz kerak bo'lar ekan. Ikkita son uchun a kvadrat plus b kvadrat taqsim 2 ildizda mana shu ko'rinishda topiladi deyapti. Xo'p, mana topilgan. O'rta proporsional qiymat bor. O'rta proporsional qiymat, demak, bizda o'rta geometrik bilan bir xil bo'ladi. Faqat bitta joyda farq bor. Buni ham o'zim kiritib ketdim, chunki kerak bo'ladi. Xo'p. Qanday farqi bor? Mana shuni ajratib olishimiz kerak. Ko'pchilikka bu yangilik ham bo'lishi mumkin. Bilmasangiz e'tibor qilasiz. Xo'p. Biz aytdik. Demak, o'rta geometrik. Farqni hozir ko'rasiz. O'rta geometrik qiymat bizada nechta son bo'lsa, demak, mana x1, x2 va hokazo xn. N ta son bo'lsa, ularni ko'paytirib n-chi darajali ildiz olishimiz kerak, to'g'rimi? Bu bizada o'rta geometrik qiymat. Endi o'rta proporsionalchi. O'rta proporsional. O'rta proporsional bizada x n ta son bo'lsa ham ularni ko'paytiramizda har doim kvadrat ildiz olamiz. Tushunarlar? Demak, o'rta proporsionalning farqini tushundik-a? Ikkita sonda bu bir xil ko'rinishi mumkin, ikkita son uchun ikkalasida ham kvadrat ildiz olinib. Uchta sonda ham demak bir xil tushuncha ekan, faqat nomi boshqacha ekan deb tushunib ketmaylik. Tushunarlar? O'rta proporsionalni so'rasa, bizada nechta son bersa, ularni ko'paytiramiz, doim kvadrat ildiz olamiz. O'rta geometrik bo'lsa, ikkita sondan oshib ketadigan bo'lsa, nechta son qatnashgan bo'lsa, ko'paytirib o'sha darajali ildiz olamiz. Tushunarlar? Farqiga boraylik buni. Demak, o'rta qiymatlar mana shu narsa edi. Xo'p, mana bu narsalar endi ikkita son uchun, uchta son uchun degan narsalar bizga qiziq emas. Asosiy tushunchasini ko'rdik. Keyingi tushunchamiz faktoriallar tushunchasi. Demak, faktorial tushunchasi natural sonning o'zidan kichik barcha musbat butun sonlar bilan ketma-ket ko'paytmasini bildiradi deyapti. Belgisi mana undovchani yoziladi. Qaysi songacha bo'lsa, uniga undovcha yoziladi. O'qilishi o'sha faktorial deb o'qiladi. Demak, formula n katta yoki teng 1 bo'lsa, n faktorialimiz 1 dan o'sha n songacha barcha ketma-ket butun sonlar, natural sonlarni ko'paytmasini bildiradi. Asosiy qiymatlar mana n faktorial, ya'ni n faktorialgacha bu yerda qiymatini ko'rsatib qo'ygan jadvallar. Uni ham hisoblab topishimiz mumkin. Buni yodlash kerak bo'lmaydi, shunchaki ma'lumot sifatida yozib qo'yilgan. Endi recurrent formula degan muhim formulalardan. Mana shu formulani ham juda ko'p ishlatamiz, juda ko'p misollarda. N faktorialni n kara n minus 1 faktorial deb yozishimiz mumkin. Misol 6 kelsa, n ni joyida 6 faktorialni 6 kara 5 faktorial deb yozishimiz mumkin. Bu qanday qilib to'g'ri? 5 faktorial degani bizga 5 ta 1 dan boshlab 5 gacha ko'paytma degan edi. Uni 6 ga ko'paytsak 6 faktorialni beradi-da. Mana to'g'riligi. 0 faktorial 1 ga teng. Buni eslab qolishimiz kerak. 1 faktorial ham 1 ga teng. Demak, 0 faktorial bilan 1 faktorial tengligini topishimiz mumkin shu yerdan. Endi xo'p, mana bu yerda agar n faktorial va n minus k
faktorial qatnashsa katta faktorialni ochamiz deyapti. Qanday topiladi u? 8 faktorial taqsim 6 faktorialga misol bergan. Endi yozishimiz mumkinmi? Xo'p, 8 faktorialni 8 kara 7 faktorial deyishimiz mumkinmi? Mana 6 faktorial bo'lsin bu. Endi 7 faktorialni ham 7 kara 6 faktorial deb yozishimiz mumkinmi? Mana 6 faktorial ikkavida ham bir xil. Bir xil songa bo'lib yuborsam 8 kara 7 ning o'zi qoldi mana. Mana shundan kelib chiqqan. Qolganlari ham pastdagi misollar xuddi shunday. Tushunarli? Demak, mana bu rekurrent formula deb bergandan qayta-qayta ishlatib foydalansak, mana shu misollar yechiladi. Odatda o'zi mana shu turdagi hisoblashlar uchun kerak, mana shu turdagi misollar bergan. Shu uchun ko'rdik buni. Keyingisi n plus 2 taqsim n faktorial. Buni ham xuddi rekurrent formuladan yozib chiqib qayta-qayta 2 marta yozsak mana shu ko'rinishga keladi. Demak, n faktorial bo'lsak, faqat n plus 2 bilan n plus 1 ni ko'paytmasi qoladi. Bo'ldi. Demak, bu yoqda tenglama berib qo'ygan. Tenglama bizada hali tenglama haqida ma'lumotimiz yo'q. Faktoriallar qo'llanishi bergan, xossalarini bergan. Bular ham bizga hozircha uncha qiziq bo'lmaydi. Shunchaki faktorialni hisoblash, qanday topilishi haqida ma'lumot berib ketmoqchi edim. Kengroq kerak bo'lsa yana keyingi mavzularimizga qaraymiz. O'rin almashtirishlar Pn n faktorial yordamida topiladi. O'rinlashtirish bu a n dan k mana bu ko'rinishda topiladi. Guruhlash s n dan k. Mana shularni hisoblashda bizada demak faktorial qo'llanadi. Buni to'liq hali kombinatorika mavzusida qarab chiqamiz. Demak, qayerda ishlatilishi sifatida buni ko'rsatib ketgan. Demak, faktorial bizada mana shu uchun kerak edi. Xo'p, keyingi tushunchamiz ildizlar. Ildiz tushunchasi ildiz chiqarish sonning darajasiga teskari amal. Ya'ni sonni darajaga ko'tarsak, o'shani teskarisi bizada ildiz chiqarish bo'ladi. Belgisi mana. Mana bunday yoziladi. Qaysi darajaliligini bildirish uchun, nechanchi darajali ildizligini bildirish uchun mana bu uchchasini ustiga o'sha daraja yozib qo'yiladi. N bu yerda ildiz ko'rsatkichi degani, a esa ildiz ostidagi son. Eng ko'p uchraydigan esa kvadrat ildiz. Mana bu kvadrat ildizda mana bu ikkinchi daraja kvadrat ildiz. Odatda yozilmaydi, shunaqa kelishilgan. Yozsa ham xato emas, lekin odatda yozilmaydi. Demak, mana bu yerda asosiy qiymatlar 100 gacha bo'lgan sonlarni kvadrat ildizini yozib qo'ygan. Xo'p, ildizning asosiy xossalari. Ikkita sonni ko'paytirib ildiz olsak, demak, ildiz olib alohida ko'paytirganimizga teng bo'ladi. Faqat mana shu yerda kamchilik ketib qolgan. Ya'ni nima kamchiligi? Kamchiligi a va b larimiz bu yerda nima bo'lish kerak? 0 dan katta bo'lish kerak deb qo'ygan. Bo'lish kerak. Chunki ildiz ostidagi son 0 dan katta yoki teng bo'lishi kerak. Bu yerda esa hozir xossamiz mana shu shart berilmagan bo'lsa xato bo'ladi. Tushunarli? Misol uchun mana bundayda. Ildizda -3, misol uchun ko'paygan -9. Bu teng deyapti hozir xuddi -3 ko'paygan -9 ga. Ildiz ichida -3 bilan -9 bo'lishi mumkin emas-ku. Tushunarli? Shart qolib ketgan. Mana shunga e'tibor beramiz. Xo'sh, keyingisi nisbati demak katta. Bunda ham xuddi shunday katta shart bo'lishi kerak. Xo'p, umumiy holatda endi ildiz uchun yozmay ketganda shunday deb qarash uchun aslida yozish kerak. Xo'p, ildizda a ni kvadrati a ni o'ziga teng bo'ladi. Haqiqatdan ham ildiz chiqaramiz bundan birinchi. Ildiz chiqarsak qandaydir son. Demak, uni kvadratga ko'tarsak, bir-birlariga teskari amal dedik-ku, shu uchun yo'qolib ketadi-da, o'zi qoladi. Ildizda a kvadrat esa modulda a ga teng bo'ladi. Xo'p, darajali ko'rinishda hisoblash. Demak, ya'ni ildizni darajali ko'rinishda yozish asosiy maqsad mana shu edi mavzuda. Chunki shu ko'rinishdagi ko'rsatkichli ko'rinishda yozgan misollarni bergan, o'shalarni hisoblash uchun bizada ildiz kerak edi. Birinchi, ikkinchi misollarda o'zi shu maqsadda bu mavzuni qo'yishgan edim. Endi qanday topiladi bu? N'inchi darajali ildizda ildiz 1 taqsim n'inchisi deb yoziladi buni. Umumiy holatda mana bu yerda yozib qo'ygan ifoda n'inchi darajali ildizda a ni m'inchisi kelsa, uni a ni m'inchisi taqsim n'inchisi ko'rinishda yozish mumkin. Mana shunday ko'rinishda yozishdagi savollar qatnashgan, tushib qolgan. Bundan keyin ham tushishi mumkin birinchi, ikkinchi savollarda. Shu uchun kerakli mavzu sifatida buni ko'rsatyapman. Ya'ni nima bo'lar ekan? Ildiz ostida qaysi sonni nechinchi darajada qatnashgan bo'lsa, o'sha sonni daraja ko'rsatkichida, xo'p, mana buni ichidagi darajasi taqsim ildizning darajasi. Bo'ldi. Mana shunday ko'rinishda yoziladi. Xo'p, bizga ham ildiz shu ko'rinishda
kerak edi. Misol uchun shunga misol qarab ketaylik. Masalanda xo'p, ildizda misol uchun keling 3 ni 4-si. Mana bu yerda 2 degan, to'g'rimi? Hozirgi xossamizdan buni 3 ni 4 taqsim 2 darajasi deb yozishimiz mumkin. Ya'ni a ni m'sini n'inchi darajali ildizda teng dedik a ni m taqsim n'chisiga-ku. Mana shunga ko'ra yozdik-da buni. Bu degani 4 ni 2 ga bo'lsa 2 da 3 ni kvadratiga teng bo'ladi, bu 9. Yoki yana qarasak 3, demak xo'p 9. Buni yozishimiz mumkin nima bo'ladi? 9 ni misol uchun buni 1-daraja deymiz. 1 taqsim 3-si. Mana shunday ko'rinishda yozishimiz mumkin. Yoki 9 ni 3 ni kvadrat sifatida olsak, 3 ni 2 taqsim 3 deb yozishimiz ham mumkin. Va hokazo mana shu ko'rinishda misollar beriladi. Ularni hisoblashimiz kerak. Javoblari butun son chiqadigan beradi bizda. Yana qaytib takrorlayman. O'sha misollarni hisoblashda ildiz qatnashishi kerak ekan. Ildizni hisoblashni, sodda ildizlarni hisoblashni bilishimiz kerak ekan. Shu uchun ildizga shunchaki kirdik. Qisqacha deb qo'yganman shu uchun. Mana shularni hisoblash uchun ildiz tushunchasini qo'shgan edim. Demak, chuqurroq hamma tomondan kirib o'rganamiz. Hali ildiz boshlangan paytda ildizni. Xo'p, shuni o'zi hozircha ildizga yetadi bizga. Keyingisi oxirgi, demak, bu masala yechamiz bunda. Munosabatga doir masalalar yechish. Aksariyat, demak 90% holatlarda birinchi savollarimiz mana shu munosabatga doir savollar tushadi. Ya'ni nimadir bo'lsa, mana buni toping degan savollar. Mana shu munosabatga doir savollar degani. Shu ham demak buni mavzu sifatida ko'rsatib bo'lmaydi. Shu uchun ikkita misol ko'rsatishga harakat qilaman. Ko'p misol topib ko'rishimiz mumkin bunga endi. Birinchi savolda aytdim-ku 90% shunaqa tushyapti deb. Chunki bu nazariya qism bo'lgani uchun hamma savolni, ko'p savol ko'rsata olmayman. Test yechganimizda yoki vazifa berilgan paytdagi savollarda munosabatga doir savollar ko'p bo'ladi. O'shanda kengroq hammasini tushunib yetishga harakat qilamiz yechib. Demak, masalalarni ko'ramiz 1-2-3tasini. Boshladik. Birinchi mana bu savoldan boshlaylik. Odatda mana shunday ko'rinishdagi savollar tushyapti. Bu yerda munosabatga ham bog'liq savol, ham xonalar tushunchasiga ham bog'liq. Endi mana shu savolni aniqlaylik. Birinchisi A, B, C turli raqamlar bo'lsa, 100A qo'shilgan 10B qo'shilgan C ning eng katta qiymatini toping degan. Endi mana bu tushunchani aytib o'tib ketay. A, B, C bizada mana bu ustki chiziqcha chizilsa, 3 xonali A, B, C sonini bildiradi degani bu. Buni biza xonalar tushunchasiga ko'ra 100 ta A, 10 ta B, bitta C ko'rinishda yozishimiz mumkin bo'ladi deb aytdik yuqoridagi mavzuda. Demak, qarasak mana bu sonimiz xuddi shuni beryaptimi? Demak, buni o'zi A, B, C 3 xonali sonni bildirar ekanda. Demak, 3 xonali son A, B, C'lar turli raqamlar bo'lsa, A, B, C ning eng katta qiymatini top deyapti. Bu degani raqamlardan foydalanib eng katta 3 xonali sonni yoz deganimi? Turli degani uchun 9, 8, 7 ni o'zi bo'lib qoladi-da. Demak, sonimiz 987 bo'ladi. Bu B javob. Demak, mana shuni qattiqroq ushlaymiz, chunki 3 xonali emas, 2 xonali, balki 4 xonali, 5 xonali turli xil sonlarda mana shunday xonalarga ajratib yozilib, yechiladigan masalalar tushadi. Shuni demak, ajratib olishni o'rganishimiz kerak. Demak, shu uchun bu savolni ham oldim. Endi esa mana bu savolni qaraylik. Agar A, B raqamlar uchun 5A qo'shilgan 5 taqsim 11B 45 tenglik o'rinli bo'lsa, 2A qo'shilgan B ni toping degan. Demak, bu ham munosabatga bog'liq. Mana bu munosabat bo'lsa deyapti, buni toping degan. Endi bu yerda e'tibor qilsak, mana 5 taqsim 11B bor. Endi bu ham son bo'lishi kerak-da, chunki 5A, A ni qanaqadir son tanlasam raqam, 5 ga ko'paytirsam aniq son bo'ladi-da. Butun songa butun sonni qo'shsamgina 45 butun son chiqishi mumkin-da. Bundan kelib chiqadi B yim 11 ga bo'linadigan son bo'lishi kerakmi? Chunki B bilan hozir 11 qisqarish kerak, 5 ga ko'payishi kerak bo'ladi-da. Xo'p, bundan yaxshisi bunaqa qilaylik. 5 ni ikkalasidan olib chiqsam, 5A dan 5 ni olib chiqsam A qoladi bu yoqda. Qavsdan bir xil ko'paytirishni olib chiqdik. Bu yoqda 5 ni olsam suratda 1, 11B. Mana bunday qoladi. Tenglik 45.
Endi ikkala tomonni 5 ga bo'lishim mumkin. 5 ga bo'lsam a qo'shilgan 1 taqsim 11 b bo'ldi barobar 45 ni 5 ga bo'lsam nima bo'ladi? 9. Endi bu yerdan b ni 11 deb tanlashim mumkin. Misol uchun bitta holat qaraylik. B ni 11 tanlasam nima bo'ladi? 1 kara 1 taqsim 11 1 ni beradi. 1 qo'shilgan a'imiz 9 bo'lyapti-da. Bu holatda a nima chiqadi? 8. Mana b 11 a 8 bo'lar ekan. Bu holatda 2a qo'shilgan b ni hisoblayman endi. 2a 2 kara 8 qo'shilgan b esa 11 barobar 2 kara 8 16 11 ni qo'shsam 27 bo'ladi. Demak, bu holatda qaramagan yana holatlarimiz bor. Misol uchun buni 1 deylik. Ikkinchi holatni qaraymiz. Misol uchun b ni 22 deb ham qarashim mumkin. 22 ga 1 ga bo'linadi-da. 22 deb qarasam a qo'shilgan endi keyingisi 22 ni 1 taqsim 1 ga ko'paytirsam 2 bo'ladi-da. Barobar 9. Demak, a bu yerda nima bo'ladi? 7. Endi bu holatda 2a plus b ni topamiz. Nima bo'ladi? 2 kara 7 qo'shilgan 22. Bu degani 14 qo'shilgan 22. Bu bizada 36 ni beradi. Demak, 36 degan javob bu bizada. Demak, javob mana shu bo'ladi. Tushunarli? Mana bu munosabatdagi savollar xuddi mana shunday o'ylab yechiladi. Xo'sh, keyingi endi oxirgi savolimiz shu bo'ladi. Mana shuni ko'raylik. Bu ham munosabat. X va y mana shunga teng bo'lsa, mana bu ifodaning qiymatini toping degan. Demak, birinchi x ni o'zini qiymatini topib olsak. Xo'p, yaxshisi buni hisoblamaylik. Keling, x 1 4 7 qo'shilgan va hokazo 301 ekan. Endi qaraymiz. Y-imiz 2 qo'shilgan 8 qo'shilgan 14 qo'shilgan va hokazo 602 bo'lyapti. Endi e'tibor qilamiz. 2 uni umumiy qavsdan tashqariga olib chiqsam, mana bu nima qoladi? 2 kara 1 8 dan 4 14 dan 7 va hokazo oxirgi 602 dan 301 qoladimi? Ha, bu nimani beryapti? X nimi? Mana, demak bu 2x ga teng ekanda y. Bundan kelib chiqadi. Y ning joyiga 2x qo'yishim mumkin. Mana bu ifodada ham 2x qo'shilgan demak 2022x bo'ladi. Taqsim x. Demak bu 2024 x taqsim x bo'lyapti. X larni umumiy bo'lamiz deb o'ylasak 2024 chiqadi buning javobi. Demak, javobimiz A kalit bo'ladi. Demak, shu bilan bizada birinchi mavzuyimiz o'z yakuniga yetdi. Demak, rejalar bo'yicha barchasini ko'rib chiqdik. Keraklisini hammasini. Demak, bu yerda 11 ta reja bo'yicha mavzuni qamrab oldi. Rejalarimiz birinchi darsimizda, lekin 11 ta bo'lgani bilan 11 ta narsani ko'rmadik. Mavzularning ichida ham juda katta ko'p narsalarni ko'rib chiqdik. Albatta foydali va manfaatli dars bo'ldi degan umiddaman. Shu bilan demak videoni o'z yakuniga yetkazamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Darslarimizni qoldirmasdan kuzatib boring. Keyingi darslarimizda esa ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.